yozish to'g'risidagi nizomiga muvofiq ustozlar o'z ustida tinimsiz ishlash natijasida o'quv yili boshida oliy toifali o'qituvchilar soni 25 nafarni tashkil etgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkichlar 40 nafarga yetdi. Birinchi toifali o'qituvchilar yil boshida 37 nafar bo'lsa, o'quv yili so'ngida 62 nafarni tashkil etmoqda. O'quv yili boshida 3 nafar chet tili o'qituvchilari xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan bo'lsalar, o'quv yili so'ngida yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan chet tili o'qituvchilari 100% xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishdi. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2021-yil aprel oyida maktablarda ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimi joriy qilindi. Ta'lim muassasasiga tayinlangan targ'ibotchi Nafisa Rajabova ayni prezidentimiz umid qilgan kadr bo'lib, ijodkorlarni o'z atrofida to'play oldi. Joriy yilda bo'lib o'tgan eng faol targ'ibotchi tanlovining shahar bosqichida 1-o'rinni, viloyat bosqichida 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan 2021-yil aprel oyida ijodkor o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimi joriy qilindi. Aynan Zarafshon shahar 2-umumta'lim maktabida ham shu lavozimga meni loyiq deb topishdi. Ijodiy faoliyat bilan birgalikda yosh qalamkash adabiy ijodiy to'garagini rahbariman. Hozirgi kunda atrofimda anchagina shogird yig'ilib qoldi. Ular bilan ijodiy muhitga kirishganmiz. Shu yilning o'zida yaxshigina muvaffaqiyatlarga erishdik. Misol qilib oladigan bo'lsak, 5 tashabbus 5 kun loyihasi asosida o'quvchimiz Muhitdinova Marjona shahar bo'yicha 1-o'rin, viloyat bosqichida esa 2-o'ringa loyiq topildi. Elash va Ruxshona esa Men korrupsiyaga qarshiman insholar tanlovida 1-o'ringa loyiq topildi. Undan tashqari Jasmina Murtazayeva o'zini ijodiyligi va jurnalistik qobiliyatini yana ham rivojlantirish maqsadida o'sha jurnalistlar maktabida tahsil olib qaytdi va uni ham ko'plab maqolalari va intervyulari televideniya va radiolarda qo'yib borilyapti. Bugungi kunda maqsadlarimiz juda ham ko'p. Ijodkorlar ustida ishlashimiz kerak. Kashf qiladigan ijodkorlarimiz soni ham anchagina ko'p. Kelgusi rejalarimiz kelajakda Zarafshon shahar 2-umumta'lim maktabini ijodkorlardan tashkil topgan ijodiy to'plam chiqarish va bu bilan cheklanib qolish niyatimiz yo'q. YouTube'da yaqinda YouTube kanalida, Facebookda va Telegram kanallarida ish faoliyatimizni boshladik va bizni ijodkor o'quvchilarni faqatgina Zarafshondagilar emas, balki butun O'zbekiston, butun jahon bilishini istaymiz va bu borada harakatlarni davom ettiramiz. Yaqinda ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchilar o'rtasida o'tkazilgan eng faol targ'ibotchi tanlovining shahar bosqichida 1-o'rin va viloyat bosqichida 2-o'ringa loyiq deb topildi. Bu ham menga juda katta mas'uliyatni yuklaydi. Sababi bizni oldimizdagi maqsadlarimiz juda ham ko'p. Buning uchun albatta harakatda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22-apreldagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida maktab direktori Shoira Qodirova o'quv yili boshidagi missiyasiga muvofiq maktab hayotida faol va namunali o'quvchi va ota-onalarga maxsus ko'krak nishonlari ta'sis etilib, kelajak avlodni yanada yuksak marralar sari undab kelmoqda.